Navbatdagi obyektimizga Powertech kompaniyasining 330L avtomatikasini o'rnatib berdik. Ko'rib turganingizdek, avtomatikamiz shu temir yo'l kesishmasiga o'rnatdik. Bu darvozamizni kattaligi общий razmeri eni 8 metrli darvoza. Avtomatikaning ishlashi idealniy ishlayapti. Avtomatikamiz 24 volt ishlaydi. Svet ketib qolgan holatlarda avtomatikani ustroyniy akkumulyatori bor. Akkumulyator orqali ishlayveradi. Svet bor yo'qligini his qilmaydi. Ishlayveradi avtomatika plavniy. Komplektatsiyasida avariyniy lampasi bor. Trevojni ko'rsatib turadi, migatib turadigan lampasi bor. Xavfsizlik sensorlari bor. Orasida narsa turgan bo'lsa darvozani yopib bormaydi. Yopib borgan taqdirda ham sensorsiz ustanovka qilinganda yopib borgan taqdirda ham avtomatika bunday tiyib to'xtaydi. Rejim prepyastiya funksiyasi bor. Hech narsani sindirib buzib yubormaydi. Avtomatikaning korpus qismlari nerjavikadan bo'ladi. Ichida shestrenkalari stal и bronzadan bo'ladi.